Alo jonim. Oy, uzr. Javlon akam qayerdalar? Kechirasiz. Yo, tanishlarim shunchaki. Har doim uyiga borganda shunaqa qo'ng'iroqlar qilaman. Ataylab oilasini buzish uchun SMS yozaman. Xotini esa laqma. Men hamma SMSlarimda uyida janjal uyushtirib, katta jang qiladi. Har kuni ketaman deydi. Bu holat xotini ketmaguncha davom etaveradi. Er esa ishdan charchab boradi-da, xotinini g'ashavasiga chida olmasdan yana oldimga keladi. Natijada ko'rib turibsiz, er uniki emas, menikiga aylanadi. Onasi qo'ng'iroq qildi menga yaqinda. Og'zidan bodi kirib shodi chiqdi. Nima yumush? O'g'lini men olib qo'yganmishman. O'g'lini, erini sen o'zing berding menga. Jonajon qaynonang esa ikkitangni orangga tushaverib, menga o'g'lini qo'sh-qo'llab topshirdi. Ha men o'zimga qarashdan boshqa ishim yo'q. Boyvachcherini o'zimniki qilish uchun har kuni turli tuman tovlanaman. Salon, kosmetologiya, shoppingdan esa mazza qilaman. Sen ishlatmagan pullarni esa mazza qilib men ishlataman. O'ylaysan-da, erimni birini ikki qilaman deb. Hech qachon qurbon bo'lgan ayol baxtga erishmaydi. Eringni pulini ayab, topgan tutganingni faqat bolalaringga yedirding. Bir ahvolingga qara. Qaynonang esa sen bilan ko'chaga chiqsa, qovog'ini olishni boshlaydi. Ering esa baxtni men bilan ko'rmoqchi. Hali Dubay, Italiya, Turkiya, Malayziya faqat men boraman. Chunki seni borishingga qaynona qaysining yo'l bermaydi. Xo'sh, menga ayt. Eringni menga bergan kim? Senmi? Oilangmi? Butun oilamni saqlab qolaman deb jon-jahding bilan harakat qilyapsan. Men esa bitta qo'ng'iroq bilan oilangni buzib yuborishim mumkin va buzib yuboraman. Aqlingni ishlat. Meni fitnalarimga aldanib qolma. Masra ayol makridan, ayolning avval hayosi bo'lsin, o'ziga qadriga vafosi bo'lsin, mayli nomardga jafosi bo'lsin.